Bugun o'ziga xos kun. Men esa hozir qizlarni kutib olaman, chunki men ular bilan 7 kun mobaynida birgalikda bo'laman. Bugun esa birinchi uchrashuvimiz. Ammo ularni bir narsa birlashtiradi. Ular o'zgarmoqchi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Sizlar 50 mingtadan odamlardan tanlangan insonsizlar. Qanchalik bu omad va baxt deb o'ylayman, to'g'rimi? To'g'ri. Mana ko'rib turibsizlar, sizlar 5 yulduzli mehmonxonasiga keldinglar. Demak, Hilton mehmonxonasiga, meni eng yaxshi ko'rgan mehmonxonam. Sizlarda hammanglarda alohida nomerlar bor, demak, xonalar va men va ekspertlar 7 kun davomida sizlar bilan birgalikda o'tkazamiz. Shu yerga kelgan ekansiz qizlar, menga harakatingizni ko'rsatinglar. Omad o'z-o'zidan kelmaydi. Men butun auditoriyamga shu muddat ichida hayotni o'zgartirish mumkinligini ko'rsatmoqchiman. Men esa qizlarga omad tilab qolmoqchiman va albatta hamma niyatlariga erishsin iloyim.